peshana qistirib. Qurish bo'shash hozir bo'lgan so'ng ko'rasiz. Kerakli miqdorda qondirib qo'yasiz. Ko'p bo'lish mumkinmi? Yo'q, o'rtacha. Çok koyu kırmızı. Barda o'tgan. Yengil bo'lib qoldi. Boya qanday edi? Shu bilan qisib turdi. O'zingiz his qilishingiz yaxshi? Yaxshi. Bosh aylanish qilmaysiz shuni? Ko'zda ham qanaqadir o'zgarish bormi bu? Haroratda ochilib qoldi. Yarga bo'lib qoldi. Ko'z harakatlarida tiqilish yo'qmi? Bor edi. Erkin harakat qilmayotganda. O'z bemalol. Boshimda bir og'ir narsa bor edi. O'z yengil bo'lib qoldi. Videoda ko'rib haqiqat shuna ularni qanday Haqiqatan endi shun. O'zim ko'p kuzatardim. Yengil bo'lib qoldi. Mana shu chakka qo'yib yubordi. Chakka qo'yib yubordingiz? Bo'ya his etgansiz? Turadi. Icham ishda zo'r qo'ydim, faqat damiyadar ichaman ozgina tushiradi, pastdan yana ko'tarib yuboradi. Boshda og'rig'i hozirgidek qoldirdimi shuni? Qoldirdi. O'shandami? Yo'q, o'shanda yo'q. O'shanda bosh og'riq qolmadi. Og'riqli bo'lmadimi? Yo'q, sezmadim.